İyi Partisi Kahramanmaraş şöbesi Kahramanmaraş şəhərlik hökumətinin Xitayning Yivo şəhəri bilan qarindosh şəhər kelishim imzolashi ayollarga qaratilgan jinoyatlar va o'rmon o't ofatlar haqida bayonot e'lon qildi. Bayonotda mundaq deyildi: Xitoy Xalq Cumhuriyati Sharq Turkistonni ishg'ol qildi va davlatning mavjudligini yo'q hisoblamoqda. Bu sababdan Sharq Turkistonni ishg'ol ostida tutish uchun uzun yillardan buyon sistematik bir shaklda Uyg'ur turklarga qarshi dunyodagi eng shiddatli va eng pastkash vositalar bilan assimilyatsiya siyosatini yurgizib keldi. Bundaq bir ahvolda qahramon shahrimizning tarixiga yiqishmaydigan va asla qabul qilib bo'lmaydigan bir qarorga e'tiroz bildirish uchun bir yerga jam bo'ldik. Bu kelishimga imzo qo'ygan doiralar va Kahramanmaraş shahərlik hukumatning boshlig'i Hayrattin Güngör apandining bu xatoliqdan yenishini umid qilamiz dedi. Amerika bilan Xitoy orasida yaqinqi bir necha kundan buyon kuchaygan savdo urushidagi jiddiychilik dengizdan ifodalandi. Xitoy Amerika dengiz armiyasiga tava bir urush paraxotining Qingdao portiga kirishiga yana bir qitim ruxsat qilmadi. Reuters agentligining ziyoratini qabul qilgan Amerika Mudofaa ministrligi amaldori paraxotning yakshanba kuni portga kirdiganligini, lekin Xitoyning ruxsat qilmaganligini bildirdi. Nima uchun ruxsat qilmaganligi so'ralganda, bu amaldor savolning Xitoydan so'ralishi kerakligini aytdi. Xitoy Mudofaa ministrligi bu vaqtda biror ifoda bildirmadi. Toshkent Jamoat xavfsizlik idorasining 23 va 24 avgust kunlari bir savdo saroyida er kishilarning bir yerga yig'ilib soqchi doiralari tomonidan soqollar tushirilganligi haqidagi xabarlardan keyin e'lon qilingan bayonotda hech kimning soqolini majburiy tushirmadik va tushirmaymiz deyildi. Toshkent JX idorasi axborot ishxonasining hech kimning soqolini tushirmadik va tushirmaymiz mavzuliq bayonotida bu kunlarda Toshkentdagi planliq faoliyatlarning bexatarlik uchun odam ko'p joylarga alohida diqqat qilinganligi bildirildi. Savdo urushi Osiyoda Xitoy paychik bozoriga zarba berdi. Xitoy xalq puli 11 yildan buyon eng tuvan qimmatga tushdi. Amerika va Xitoy orasidagi savdo urushining yaqinqi kunlardan buyon shiddati Osiyo paychik bozorlariga va taraqqiy qilayotgan davlatlarning pullariga salbiy ta'sir qildi. Amerika prezidenti Donald Trump 23 avgust Xitoy mollariga qo'shimcha boj qo'yganligini e'lon qilgandan keyin 26 avgust kechida yuanning qiymati 0.6% tushdi. Hindiston kontrolligidagi Jammu Kashmirning avtonomiyalik salohiyati bekor qilingandan keyin xavfsizlik harakatlarining va fuqarolarga qarshi bostirishlarning kuchayganligi bildirildi. Hindistonda nashr qilingan Scroll In torining xabar qilishicha, Hindiston hukumatı 5 avgust Jammu Kashmirga alohida salohiyat berilgan asosiy qonunning 370-moddasini amaldan qoldirgandan keyin Hindiston xavfsizlik qismlarining alohida amonlik tadbirlari nomida o'ltiroq rayon va ish yerlariga bostirib kirishi sababsiz qo'lga ilishlari bilan fuqarolar ustidagi bostirishning kuchayganligi bildirildi.